Yaxshimisiz, men sizlarning hikoya bayon qilish do'stinglar Tumar. Men faqat hikoya bayon qilmoqchi, hikoyaning egisi emas. Men ajoyib kunib ketibdi, o'zimning hikoyamni so'zlab qoldim, unutib qoldim. Oldingi sanim yonboshida ketibman. So'zlab qoldim o'zimning hikoyamning 5-qismi. Shuning bilan men yilq oltin kumush do'kondan yo'lchimga kumush zanjiri deb chiqib olsam, yo'lchimning qo'ldishi bilan bizning do'kondan chiqayotganimizni ko'riblam. Ma'lum bir aylam mushtaq bir qarvatdi. Ko'zi tos qoldi-da, shu bizning yerimiz qolib qolganda o'zi ketib qolib. Odatda abduzga turganga qo'shiq og'riydigan odam yugurib o'tib mashina to'sib ketganda, mush ayol chiqqan peti qinapam telefon qilmoqdi deb tursam, qinapam telefon qilib, "Keliningiz bir oltin do'kondan boshqa bir aksiyon qo'l qilib chiqadi" deb u xabar yetib bo'pti qinapam qo'lqa. Qinapamning yaxshi yeri masalan boshqa apashda olgan bo'lsa, diral o'g'liq telefon qilib, "Ayolingni aytga hozir boshqur" degan gapni aytdi. Qinapam xil o'zini to'xtaydi, telefon qilib bunda urishmay. "Bolam, sen nada?" deb so'rabdi avval yo'lchimdan. Men mushtaq sirtda ish bajarayotgandim, nima bo'ldi desa, "Ayolingni nada?" deb so'rabdi. Debdiki, "Kesh uy mehmon chaqirgan, uyda shu mehmonning tayyorgan qo'tamdiki, men hozir uyga qaytaman" debdiki, qinapam ortiga qamay qo'yibdi telefonni. Kechda bu mehmonlar chiqib boshlandi, ediqidek dasturxonlarni tizishib, uyning ichida qiyachiya o'ynashib, biz bu bir to'p yaqin o'tirganlar, asosan hammamiz mening sog'doshlarim. Ammo yo'ldoshim bilan bu jamiyatga chiqqaniki og'in o'g'allar, bular bilan hamda biz hisobda har ayol qiz o'g'lashda birga o'ynaymiz bir cho'nzda. Bugün hemimizin ko'ngliga eliqidek men cho'qim ishtiqlan kun o'tkazib qo'ygandikilam yo'lchimdan ishga yaqin manga degan narsa bo'lgandikin hemimizning bir kayfiyatlarida egizbachlik bor chandurmagan bilan to'g'lagan kunlar o'tib ketdi. Atsi yo'lchim, sen tudagi men olgan zanjirni kim bilan berib olganding deganti qanday deysa dedim, mening ko'nglimda shu kim bilan berib olgan degan gapni anglablam. Bu meni ko'rib yugurib yo'lni o'tib ketgan xotin keldi-da esimga. Apam tünögün şu nərliganı bir sorab gaqibdike, keyindim men sorab, a gaplarni bilgandikin kulib etdim, anlab, muşta sen zanjiri mening boynum taqmay turib, bu gaplar apamning quloqlariga yetib bo'pti deb, u gapni deb ikkimiz kulishib ketdik. Endi men qandaq eg'iz ochaman yo'lchimga? Tokki deya bir urushqamsaq, ya bir buning bir quyrug'ini tutib olmasam taladin, yo bir aroq ichib tamoq chekib talaladi, Xpress desab yurgan biras bo'lmasa buning endi men qanda dama bu gapni deb beshim shunda qatdim-u. Naq shu vaqtida olamlik tachish energiyasi deb bir dars o'tdim, shu psixologiya munosabatlik shu dars qatnashdiqlar berib. Ishchim degan mush bir narsa tatqandek bo'lib, uyqum kelib, qo'sqim ichib, beyaram bo'lib, ko'nglim edishib boshlab ketgandim. Isqut qoldim kerak desam, bu qishning kun tursa 11-oy naydik isqut qoldi. Shu isqut qalsaq bir beyaram bo'lmizga, ashta beyaram bo'lib ketdim. Ma'lumam yo'q, beyaram bo'lib ketib bormay desam, tomoq yemaganman deganda, yo tomoq yegan deyman, deb beramaydigan bir beyaram chiqadi ichimda. Axir darsdan tushkichilik degan chiroylarim sag'rib, mush tulib bulamay qolgandim. Yinimizdagi menda yeshcho'raqki ayol ma'lum bada qarab, "Ay, qo'sqo'z bormiya" deganda g'iqqib bo'lib qoldim. Ammo hayotimda men qo'saq ko'targan niyatim yo'q. Endi baya yo'qqa nisbatan qalamda bir tayyorligim yo'q. Mushu to'y qilib 6-yilda atlab o'tkazkichilik yo'lchim bilan ishga kirishga mayl deganlar ideya bor menda. Unda emas desam, yo'q, o'xshayotdi, jumufkam cho'qim vaqtda doktorga berib tekshirib qo'ygan degankin, bu gapni olib men tutun chiqdim-u. U darsning ertasilik kundan boshlab qatnashqidek holim yo'q. Beshimni yostiqdan ko'taramay chaplashib yetib ketib borman. Shundan yo'lchimga demaylam, doktorxonaga berib boqay undan basam deb, naq 12-oyning bir kunlikda beribman doktorxonaga. Basam, rasam tekshirishdan bala kelib chiqatdi. Tayishimmi yaxshi deydi, yuntummi yaxshi deydi. Menda yaxshi degan gapni doktorlar deb baxmaganda azaldan. Men doktorimda yaxshi xabarlarni olayotganman dedim. Yo'lchimga endi demay turdim. Split 1. Split pace 17 minutes, 54 seconds per mile. Kun bo'lgan vaqtida uyning ichida qiz somkamni telefon paranshitib bir narsa olman deb mana ta'tir ko'tardi. Bu somkani og'zi itilmay qoldi. Butun narsa yegmishlar chijib ketdi. Endi bu tug'ut bilimining tekshirish qog'ozlari yo'lchimga yotib ketgan narsa bo'lgankin, yegimda qarab o'tkitib bo'lib, keyin qarablam, tiznib o'tadi-da, ya deylik narsani talishib ketib kimizga mishta. Men nima deganda, qamay kulib turdim. Men burun qog'ozmi, hozirqimi deb degan bu ishonmayotdi-da, yana qo'ldirgan strakt bir qog'ozni deb. Rosman mush necha kun chislagan u tununki udish kun deb degan vaqtdan hisoblab ketib bordi. Qanday shundan shu doktorxona berib hamda bu hakenda aytsam, seni bir xo'sh bo'lib bo'g'ichilik, yana bu bola yo'qib qolsa bir beyaram chiqib qolamda, ishim tanishib o'tgandim desam, faqat xo'shularmi deb, balki mening yo'lchimning o'rni boshqadan bo'lgan bo'lsa, yilqida quchoqlab, isidib degan bo'y muboraklashib ketdi, har xotinlar bir-birini. Biz unda hayajonliqdan o'tib ketdik-ku. Hayajonlanib ketishdim, qo'rqdim, vaqtimiz kelib qolgan. Shu qog'ozni qo'limga qaytirib berdi. Yilqi bir xo'shalliqni ko'rmadim chiroydan. Men uni o'tib beramchiqda. Somkamni qanday chiqib chichilib ketgan bo'lsa, yana shu bit qatlab somkamni solib qo'ydim. Ariqdan 2 kun o'tdi. Shundan sal bir mag'durumga kelgandek bo'lib, bu kun tomoq yedim to'yg'icha. Hamda bir monchuq ichaman deb. Monchuq tushib bilan shu ichimdan bir narsa so'g'agandek bo'lib ketgandi. Uyda pajib beyaram bo'lib ketdim deb, bo'ydan ajrab ketib qolgan qizlar bilisizlar-ku. Yana shta bir bo'lib ketdi-da. Qanday qilaman de yo'ldoshim tunugin te xo'shog'anti buguncha bir doktor yaxshi deganda bo'lmasa yana nim bo'lganda deb 2 soat 11 bo'laydi debdi. Yo'ldoshimni inoq kirib qo'lim bo'lsam nim bo'ldi deganda sal bir qon rangi ko'rib qoldim men desam
palloq buluqlam o'rnidan qolib ketdi. Bu sal deb buni qo'yib ketmasin deb degan bilan men o'chaq dadimni o'zim bildigan holat kelib qolganda kechida yugurib chiqdik doktorxonaga degan shunday ishtik bordik. Doktorxonadan qadam atlab kirib bu lo'yidan birini oldi, lo'yida o'tiribman, qo'saqim tutmuş pishim degan tushib ketib bordim. Shuni doktorning yanına kirsak, qanqa mushqitim tekshirgan doktorim bor ekanda, ishdan kirib nima bo'ldi degan meni ko'rib qaysi kun tekshirib ketgan odam mushta ish bo'ldi desam, bu yey deb shuni lo'yidan tushmaylam kirib, eng avval bitrosdan oladimda. Bitrosdan kirsak, bir doktor barga ancham chiroyli emas chiroyi. Shuni men bu kechib kelgan xo'sh ahmadimda doktorga qapoqlarini turiblam bitros deganti, yana qadek tushib ketibdi desa, deb chiroyim shunda bir vunay bir men u biyovching deymiz, chiroyimizda bir biyovching degansin qolmay tursam, atayishim bargan qo'bal yaxshi ekan, qo'balni saqlab qolamiz deganti. Yana quloqlarimga ishlamay o'rnimdan qo'pib, mush sakrab qo'yib yilqi bitroslarga kelgan doktorni quchoqlab yuzurga suyib kelsam, doktor men qaldadan to'liq ketibdi dedi. Abay qatpağın aşmayman sörün görünüp ketken doktorun emni çıraylıq görünüp ketkenik özümge. Çırayım qarab bir xoşaqmalı bir nima bo'ldi degandi. Qog'ozimni ko'tarib bir yil aran kirganim yugurib chiqatdim-da üstüge doktorning yanına. Shuni kirsak, "Voy bu xush xabarga taysin hamma narsa borga daral bog'day qilsang ulgurib ekansan" degan tegil xo'shalligimiz xotinishimizning. Bu qitim öylik hech kimga demedik. Hech kimimiz bilamiz xotinishimiz. Doktorxonaga yotdim. Apamla telefon qilib nima gap qilolmaysa desa, ishtahatim aldirashib ketdim deyman. Yigimba narsani shunda yigim kelganda qilib ko'nglim edish beyamayman. Qisam doktor, "Ish bo'lsa bu bir yaxshi ahvol bo'ldi. Sizni qancha kuchlik bo'ldi" degan gap bu balaning saqlanib qilishi, yetilishidan darak berdi. Sen endi ansirma, shintayrangni yaxshiladi degan tema qildimmi? Doktorxonada bir 20 necha kun karvatdan tushmay yetib, endi xotirjam uyimga chiqib, ig'ir harakat qilsam, qo'saq ko'tarib ketalaysa degan o'yinib chiqdim. 2019-yilning oxiri miki hammamiz maska taqib yurib, uy kirtamlikamiz, kirketmamlikamiz deyishib yurgan vaqtlarda, shol idoramgami endi eng cho'ng boshlig'imga deymesam bo'lmaydi-da ahvolimni. Men hozir bunday ahvolda idoraga berib, unda vaqirib changtaga chiqib dars so'z demayman. Atgan kelib coaching qatnashay, bek muhim jig'los kerak bo'lmas uyga berib armimni olaysam boshlig'imga ruxsat berdim-ku. Kunda degan hech kim ko'rmayman, kelib biz sholayan qildik. Sholayan qilib ketaman. Arliqdan bir oyni hech kim kuzatmay doktorxonaga salomatlik yaxshi emas kelib o'tkazib oldim-ku. Ishlar itilib ketdi, uy kirib ketdik. Hammadan ishga itilib ketib uy kirib ketgan, qaqshab kelsa yo'lchimishimiz ha nim bo'lsa hech kim ko'rmaydigan bo'ldik deyishib ketdik. Bizga nisbatan bir butun jondan arilib jimit uyda shu nima qo'saqtikini baqadigan yaxshi vaqtda bu. 3-oyga ulaşdikmi shu chaqda esimni xato tuta olmagan bo'lsam, atrofimizda ancha-muncha bir qo'shnilarimiz batdi bizning xiri to'y qilib uzoq o'tgan, hozirgacha ig'roq bo'lmaganini bilgan. Bunda bizga voy ajab uzoq o'tib ko'rishmadi deb bo'ldi. Keyin yana bir yini qo'sqim qaraydi-da, mening Maşkimiz ya qo'sqinni haq bağlığını bilib qaz bo'lmaydigandek. Ya to'sapmış tamamen de qo'sqinni biraz ko'rib qamsın, so'rabsan musun? Voy biraz santel ketmisin deb ashunchalik javob oladi chiqdi qo'ydim. Bir bekatni piyoda men paqalib, men bo'lib, "Bey, bunda bo'livas, ya bir haq qo'sqinni bormi desa, babani yo'q desak yaxshimig'idek, ya bir yurakli qo'sqinni bor deb tegilmaydigandek. Mashinamiz aydigan bir taqlam chiqdaydi. Ara yozishimiz taq chiqib degan, ya mush jig'ilib qolgan narsamizni vaqirab adam yo'q yerda chiqirib atdiqchimi? Shunchalik xo'shalishimiz. Bir gün taqdi peqirab, qo'saqlarni to'xtab shunda xotirjam qaytib keldikmi? Endi bir kuni biraz chiqaman, 2 soat chiqaman ishga. Asta-asta chiqib, sirtdan muhitga uchun masaj qilib shuncha uzoq vaqt ketdimi? Menga qo'sqim qarsini qo'qib yurib ana qo'saq ketagan. Qo'saqlar urs bashaga berib, qo'sqim yo'g'ongan vaqtda men bu idoram qaytib xizmatimdan ayt normal ishildim. Iliq atrofimdagi birasi menga bir kayfiyatimni buzishim jur'at qilmaydi-da, mening qanchalik tasdiq balliq bo'lganimni bilgandikin. Shunday yaxshi bir kayfiyatda do'stlarimni vaydavatgan, ko'zim qaralgan uydagilar bo'lmi shu. Buni qat'iy jil qilmagan, yig'son asli yavasin, xusun qat'iy ish qilsam, ko'ngil qamsab ishlab kulab ketdim. Mening yutranchirimni shu 7-oyning oxiri degan. Shu yo'lchim o'tirib 8-oyning 9 bizning to'y xotir kunimiz esa, shu naq to'y xotir kuni ulgurib ham 90 bo'ldi. To'y xotir kuni ayrim balni tug'ilgan kun ayrim o'tkazimizdagicha o'sha vaqtda 90 payzog'dek desam, Kolbonman dəduvamız ayımız 9 ay qo'saq ketəsim 10 ay götürəmdə mən bir to'yga o'qitdim deb deganda qo'shib ketgan. 7-oyda o'tiriraz. Yo'lchim bilan taz amdlatdan daycha baldırımızı tayyorlab qo'yamizmi deb turgan vaqtda tuyuqsizdan telefon keldi. Endi asta uyga qaytib kiramizda ma'lum. Sal necha kun uyinglarda yetib demab turgandek tursada shu kirgan peti uy kirkichimiz nadim dedik. 5 yil uzun yetib atdi shu yozda kirkitiblarma 9-oygacha shu maska taqab ikkinchi qitim o'zimiz aramaga oqirmiz. Shundan bir ağırımız balınki işki qurq kiyimini aldıqmı, başqa narsani tayyorlamagan tigi. Endi shu uchunki mush chaqda maxsus ikki odamni ajratib, mush ishigimizni oldida ikki odam shu iliq oq kiyimlarda yotibdi, yozgan kuni pashiga yem bo'lib. Qachon bir qo'saq og'rib qolsa teral doktorxonaga boramiz bo'lmaydi. Bu 6 yilni qaran qag'in bo'lgan ekan. Bunimiz ig'imsaq bo'lmaydi, mush saqlab oxirgi qilgan chilg'chilik qamidi, yutranchiron toshdimi,
bearam bo'tam sen ancha muncha bir alomatlar bo'tam dedi. Kanay ko'chlab sayt o'shirgan vaqtida bularning g'imi menda, ma bir ay shu qamsin o'ylab. Men ularni juda jiddiy. Biz yuchanchini saqlab, qarshi yuchanchi o'tib ketganlikka shunchun unda qilmoqlar biz charchab ketib biz ichinglar og'irsin. Ash doktorxonaga berib yitinglar ishqanlar deb. Hech qanday inkos yo'q, adam qo'sa og'irmagan deblam. Doktorxonaga berishimiz to'g'ri kelib qoldi. Uchoqlar doktorxonalarga tezkira qo'ysanglar bormi? Balam yo'q vaqtida balamning o'rnini baqqan, necha yil baqqan bir shart tutum batida. Bu rasmiy bizning oilalarimiz yo'qqan. Uni ko'rganlarga tashlab mayl desak, buni ancha muncha bir rishanlar sal yuqroq alayroq shart tutdi. Biz bo'lmagan sharoitda ishdim yemaydigan, yiliqdek oshq e'lon qiladigan, qiylaydigan, ashtaqroq bir xuyoda qanday qilamiz bo'lib ketdik. Ta'limga naqash biznikidek shart tutib baqqan bir qo'shnilardi, ularning sharti juda ketgan, lekin o'ylarda qapazir ba. Yiliqi shu chuniki deb mu shart tutib bir achqib, asha qo'pqopmamiz biz xotirjam bo'lolmaymiz, biz kelib o'lib qolmasin deb. Shu u qo'shnilarimizga shartlarni o'rlashtirib doktorxonaga yilqidek bordik. Xuddi xaq cho'ng bilan biroz qarab turamiz degandek-chu. Doktorxonaga bordikmi jim bo'lsak, o'ynamagan usul samaqamida yo'lchimishkimiz bu qachon rahmat qo'zg'ala bir fadonlar deb. Oxiri 8 yilning 9 oldimi? To'y qilgan 6 yil xotir kunimiz. Yo'lchimish kun atgan qoplam. Masalan dedim, "Go 8 yilning 9'umsa sen to'plamaydi. Og'zimdan chiqib ketgan yesab men shu ko'nglim to'ygan" deb degan bu degan ayajon. Yo'lchimishkimiz tamoq yeb, o'tdadik. Keyfini bir narsa qo'yib qo'ydik-da, nima ko'rayotgan tuqqa uxmayman. Ashton qarab bir kudimlam. Shundan qo'saq rasmiy boshlandida. Bos yerilib ketdi deb doktorga yilqib bosligan narsa jiddiy men hozir tug'yilgan bo'ldim deb xuddi men bir 10 bal tug'baqan naqib ketdim. Doktor kirib, "Bo'ldi, naz chanfan chiqsak bo'ldik" deb. U joqda hozirgidek zillog'im chiqilmaydi. Chanfanga achiq ketdi, yo'lchim yotoqda qolib qoldi. U Moskva vaqtlar olaydi vaqt bo'lgan ekan. Ichi kirib yotdi, ya qo'squm degan birdan shu qo'saqdan o'tib bilim taladi bel bir sat og'riydi. Yo'q putumning uchida karvatdan tushmishda balichilardek putumni uchida turib olsam sal og'ir qo'yib paganda qildi, yana og'riydi. Voyjinim chiqatdi-da. Yo bir qo'lim tefi yo'q, yo'lchingiz izdigingiz keldi o'nda vaqtida. Yiliq sestraninki muamizning eskidagi bir 3 vaqtdimi menda vaqirab silkib inash taqib ketdi to'g'toyning ichida. Ko'nglimda shu soqsamni tug'ib baqay qini deb ashunda tegizib o'tdi-da meni. Bir chag'onni doktor degan toroq yugurib ketdi-da, qo'sqinlar tayishingan xudo bir narsa yiqib qo'ydi-ku. Chiroy qarab qilsam, bu balani tug'ib bolamaysa dedim, "Ma nim bo'ldi?" desam, balning yurak soqishi pasab ketdi degan qilib yurgimga tiqilib qoldi. Ayma 6 yil saqlab bir 9 oyni aran test to'shqizib 10 oyga olsam, "An bu tug'ib bolamaysa" degan nima gap desam, "Operatsiya qilmasak bo'lmaydi" degandi. "Voy bo'ldi, bir o yerimni kesilgan shu sumush balam saqsam men tug'usi bo'ldi" deb karvatni ishtirib mengatdi. Bir yoqdan yo'lchimga telefon qilib bo'ldi. Chanfandan ma palanchining jashusi daral dentini olib kelmanchi chiqib deb. Yo'lchim chiqdi, ko'zdigan paqirab ketib, titrabmish qo'rqib ketibdi. Men tuqil kirkat chiqib yo'lchimga taplab deb qo'ygan. Apangga deyman, meni apangga deyman, hech kim bilmasin. Yo'q uydan chiqib kelmaydigan odam, ya to'lg'aq yotibdi, cho'nglarning qanday shitay bo'lib ketganini bilamiz-ku. Dentdan chiqib yetiblam bir to'lg'aq keldi. Men o'zim his qila oldim, garchi burunda bir jinyanlarim bo'lmasa-mu. Men to'ytilgan bo'ldim deb degan, mo'sh doktorning quloq eslib oldim deb bo'lmay o'zim to'lg'aq o'xshaymansam. Anjing, anjing, bu yo'q xandab. Oydim men qo'sqim og'rib, ko'zlarim teshikchikda edi bo'lsa, yo'lchimga dastanni bir narsa qo'l qo'yg'izadi-da doktor. Managa to'yida, managa benzin shushida. Endi yo'lchim degani chimdab qo'lni yimirvatdi men ishtik yozdi. Yo'lchimga qo'l qo'yg'izib qo'ygan ki meni nimaga operatsiyaga kirdim. Operatsiyaga ikki doktor bor ekan, bir praktika, bir operatsiya doktori. Endi u mavzuga kirib bir doktorlar kirish ozroq vaqti bor ekan uninki. Bular naqd javob berayotgan vaqt tushdanki shu 4 yerimlar bo'lgan vaqtga qo'saq degan og'ir qo'ydik, operatsiyaning tayyorliqlarini qilib, sen bunda tizimni quchoqlab, bunda bilani egib bersang, biz dumangdan narkoz urulaydi deb doktor menga ko'z qo'yayotgan, bunda egilib tizimni tutib deb. Shu vaqtda men tubulam tug'yatdim. Doktorning chiroyli qanday ko'rsam, qo'rqib ketdi. Yiliq yonchiqlarmishda aqtir ketib bir amaliyotga bir bo'limga men kodingan xasta ko'rishni urdik-a. A doktorning pish qiyib ketdi men qarab. Daral men shuncha qila olganlarni istab operatsiyaga chiqarib men tug'yat o'zinglar tushib yashan qo'yinglar deb qo'ng degani chiq doktor vaqiradi. Operatsiyaga ish matrabda mening beshimdan keyinda beshimni ko'tarib bunday qardim taroq bir ishni ichib kirgan qarsam bir doktor maskani bir qo'lda taqavatdi, bir qo'lda xalatlarni kiyivatdi. Yiliq do'plarmish maymoq o'ngshab keldi-da yinimga. Keyin yana bir skirdi. May yinimdagi praktika doktor ekan bu. Operatsiya uyiga kirgan peti buni shuncha ko'rib baxmagan ekan. Yiliq qo'rqib mening qo'lim tutib dajez deb meni qo'lini degan izitib deb maqaqlamış tutib og'ritib yiliq balam ovozini chiqaramay o'g'il turdi-da yinimda. Balam qizga deganda yiliq qizga degan gapdan olib quloqlarim jo'ranlab ketdi-da. Roska qilsam men bütün tekshirish jarayonida yiliq tumur tutgan jo'nglarida balam o'g'ilmika qizmika deb pakilqi o'g'il deb mana nima qo'yib ekanman, umid kutib ekanman. Ashqa New York degan gapdan olib deb ichimga tatib qoldim. Shundan yo'q biraqla.